Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun o'rtoqlar. Yana bir chiroyli yangiligimiz bor. Ya'ni mustaqilligimizda 35 yilligi munosabati bilan Surxondaryodagi katta assortimentga ega Romay do'koni o'zini mijozlari, kuzatuvchilar va xaridorlar uchun juda katta yangilik qildi. Va yana ko'rishingiz mumkin. 17 Pro Max mutlaqo tekinga berib yuboriladi. Bundan tashqari mana bunday naborlar, usta akalarimiz uchun va ro'zg'orga kerak bo'ladigan naborlar va qo'shimcha pul mukofotlari. Buni yutish uchun nima qilish kerak deysizmi? Albatta, har doimgidek xarid qilasiz, kelasiz do'kondan xohlagan qanaqa mahsulot bo'lishini qat'iy nazar 5 milliongacha xarid qilasiz va xarid qilganingizdan keyin sizga mana bunday qog'ozchalar beriladi. Ya'ni bu qog'ozchani ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz yoziladi. Mana bunday sharlarni ichiga joylashtiriladi. Undan keyin barabandi ichiga solib qo'yiladi. Xudo xohlasa 1-sentyabrgacha muddat, 1-sentyabrda baxtli insonni mana shu barabanda aylantirgan holatda Romayni o'zini rasmiy kanallari va Umid Rashid kanallarida bemalol aniqlaymiz. Undan tashqari siz agarda 5 million emas, 3 milliongacha xarid qilsangiz, mana bu barabanga shart aylanadi va sizga mana bu naborlardan xohlaganingiz bunisini yoki bunisini olishingiz mumkin. Bundan tashqari 2 million so'm xarid qiladigan bo'lsangiz, bu barabaringizga shart aylanadi va sizga 1 million so'm pul mukofoti beriladi. Agarda 1 million so'mga xarid qilsak-chi deganlarga mana 4-barabanimiz bor. Bundan 500 ming so'm sizga pul mukofoti beriladi. Va undan tashqari ozroq xarid qiladigan akalarimizni ham xursand qilish maqsadida mana shu yerda ko'rib turgan xohlagan mahsulotingizda 500 ming so'm xarid qilganingizdan keyin bemalol qaysi birini bo'lsa ham tanlab olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu uchun siz mahsulotni yutgan taqdiringizda ham aysi holatlarda sizga berilmaydi. Telefoningiz tekshiriladi. Albatta siz Romay do'koni kanaliga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ya'ni YouTube, Instagram sahifalariga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz, videolarga like bosib, kommentariya yozgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va xudo xolasa 1-sentyabrda mana shu baxtli insonni aniqlaymiz. Bizni kuzatib borsangiz, videolar davomida yutgan insonga va topshirilgan mahsulotlarni ko'rsatib boramiz. Agarda sizga mana shu qurilish sohasi bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jalik nima mahsulot kerak bo'lsa, Termiz Romay do'koniga tashrif buyurasiz. Filiali Center bozorda, ya'ni Yog'och bozorda filiallari mavjud. Onlayn agar zakaz qilaman desangiz, pastdagi raqamlarga aloqa chiqasiz. Agarda musofirdan turib siz samoyka biznesini yuritmoqchi bo'lsangiz, video davomida u haqida ma'lumot beramiz. Hammasi zo'r bo'ldi. Umidjon manzilda aytganingizda, xudo xolasa biz ham borardik degan akalarimiz uchun. Surxondaryo viloyati Termiz shahri Center bozorining orqa tomonida Romay do'koni joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastda nomer qoldirdik. Yana bir narsa esdan chiqdi. O'tgan galgi videolarimizda juda katta chegirma bilan mahsulotlar qo'ygandik. Juda ko'p kishi foydalangan ekan. Agar siz ham o'sha aksiyalardan foydalangan bo'lsangiz, kommentariyada izoh qoldirishingiz mumkin. Hozir ham shu akalarimiz uchun yana chegirma narxda juda arzon mahsulotlar ko'rsataman va yana bitta narsani esda olib qo'yishingizni xohlardim. U mahsulotlar sezon o'tgan emas, ayni hozirgi sezonda ishlatiladigan mahsulotlar. O'rtoqlar, endi hozirda sezon kelgan stabilizatorlarni ham qisqacha ko'rsatamiz. O'tgan galgi videoni kommentariyada juda ko'p so'raldi. Bu yerda juda ko'p brendlar bor, ya'ni eng hozirda ko'p sotilayotgan Polon brendi 45 voltdan 280 gacha chiqarib beradigan 15 kilovatlik. Bularda o'rtoqlar 3,5 million so'mga olsangiz bo'ladi. Undaga shoshmang. 3,5 million emas aka. Assalomu alaykum. Sizda va Romay obunachilari uchun buni o'z narxidan ham arzon qilib 3 million 60 ming so'm qilib qo'ydik aka. Yo'q, o'tgan safar shunday edi. Yo'q, sizda o'tgan safar mijozlaringiz ko'p siz tarafdan kelib so'rashganlar uchun Umid akamning obunachilariga deb imminni shu 3 million 60 ming so'mdan qilib qo'ydik. Mana 15 kilovatlikda menimcha boshqa joydan 3 million 60 mingga topa olmasa kerak, ayniqsa bu Polon brendini. Yana qanday aksiyada? Mana keyingisi hozir hammasi bor. Xohlaganingizda men podrядниyaga aytib ketaman, olasangiz 3 tasini. Buni 1 million 560 ming so'm qilib beramiz. Ilgari 2 million 380 ming so'm. 5 kilovatlik. 5 kilovatligini. Mana bunisini esa 3 million 980 ming so'm edi. Hozirda 2 million 550 ming so'mdan qilib beramiz aka. Zo'r. Buni hammasi ketaveradi. O'zini narxidan ham arzon qilib beryapmiz. Bu muddat qanaqa?
Muddati 1-sentyabrgacha qilyapmiz. Bugun o'rtoqlar 18-avgust 10 kun, 12 kun vaqt qoldi. Shoshilasizlar, videoni shu bugun o'zi sraz qo'yiladi, chunki aksiyadan ko'proq odam foydalanishi uchun. Bu yerda EPA brendlari, Polvon, mana Hashen bor ekan. Skat firmaniki bor, 10 yil garantiyasi bor akajon. Bu ham juda ham zo'r narxlarda qilib beramiz. Misol uchun mana bularda 10 yil garantiyasi bor. 6.680 ming so'm ilgari sotilganda, hozirda 4.600 ming so'mdan qilib beramiz. 10 yil 2 million so'm kamiga. Xuddi shunaqa. Yana qanaqa mahsulotlar bor? Hamma mahsulotlarimizga aksiya mana karcherlar deysizmi, ключ naborlar deysiz. Xullas kalom aka shu o'tgan safargi aksiyani undan ham yaxshiroq qildik. Undan tashqari qo'shimcha sovg'alar ham e'lon qilganmiz. Do'kon bo'ylab sizlarni e'lon qildik. Sizni mijozli anavlaringiz, obunachilaringiz keladigan bo'lsa, eng oxirgi narxlarda chegirma narxlar. O'tgan galgi videoda chiqarganimizda juda ko'p kishi foydalanib qolgan ekan. Kommentariyada rahmatlarini aytishsa, telefon qilishdi. Ayniqsa mana bu mishalkani juda ko'p kishi xarid qilgan ekan. Xuddi shunday bo'ldi aka. Mishalka, anavlar, nima deydi, traktorlar hammasini juda ko'p kishi xarid ketishdi. Umid akamni obunachilar tomonidan ko'p kishi keldi do'konga, xudoga shukr. Bundan keyin kutib qolamiz obunachilaringizni. Sog' bo'ling. Romay do'konining ikkinchi filiali, o'rtoqlar bilasizlar, Taxta bozor deb juda ko'p kishi yaxshi biladi. Mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin, Termiz Taxta bozor. Shunoq ro'parasida Romay do'koni joylashgan. Bu yerda ham bugundan boshlab 1-sentyabrgacha xuddi shu birinchi do'kondagidek aksiyalar boshlandi. Shoshilasizlar, lokatsiyasi unisi, to'g'ri kelsa unisi yoki yo'lingiz bu yoqda bo'lsa, bu yoqdan ham mahsulot xarid qilishingiz mumkin. Sovg'alar esa o'sha bu do'konda ham xuddi shunday mahsulotlar qo'yilgan. Hozir do'kon ichkarisidan sizlarga mahsulotlar va aksiyalarni yana tushuntirib o'tib ketaman. Undan tashqaridan xo'jalikka kerak bo'ladigan, qurilishga kerak bo'ladigan xomashyolar, hamma narsani shu joydan topishingiz mumkin. Steklavatalargacha ham shu joyda mahsulotlar bor. Endi do'konning ichkarisiga kirib kelamiz. Do'konga kirganda o'ng qo'lda barabanlar joylashtirildi. Bekorga aytmadim, bugun boshlandi deb. Mana barabanlar hali bo'sh. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Bizga esa ma'lumot berish uchun akamiz shu yerdalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana Haydar akamiz shu yerda, mikrofonni sizga qo'yamiz. Bizga bitta ma'lumot berasiz. Xo'p, narigi do'kondagi aksiyani tushuntirdik. Bunda qanday bo'lyapti? Bunda ham xuddi shunday akajonim. 5 million so'm, 2 million so'm, 3 million so'mlik Lototron o'yinlarimiz va 1-sentyabrga Lototronimiz bor. 500 ming so'mdan ko'p xarid qilgan odamlarga voucher sifatida. Birinchi o'ringa iPhone 17, ikkinchi o'ringa ustalar nabori qo'yilgan, uchinchi o'ringa 1 million so'mlik pul mukofoti qo'yilgan. Pul mukofotida pul ko'rinishida qo'yilgan. Bo'ldi. Bu yerdan bo'lmasa narigi do'konda santexnika mahsulotlarini ko'rsatmadik. Bitta qisqacha ko'rsatib o'tib ketaylik. Narxlarini iloji bo'lsa qisqacha tanishtirib. Akajonim smesitellar, oshxona smesitellari, sartaroshxonaga, dushka, dushvoy mana katta smesitellarimiz bor, juda ham arzon va sifatli. Bauman firmasi, har xil firmalardan bor bizda akajonim. Eng arzon necha puldan boshlanadi, necha pulgacha? Eng arzonlari hozirgi vaqtda geta 180 ming, 200 ming so'mdan boshlanadi. Sifatlari yaxshi. Sifatlari juda yaxshi. Zo'r. Sifatiga kompaniyamiz har doim bizni sotayotgan narsamizga kafolat beradi har doim. Bu tomon melchovkalar, xuddi shunday. Santexnika uchun. Santexnika turbalari, kanalizatsion turbalar, krishkalari. Do'konimizda hozir перестановка ketyapti. Bu narsani to'g'ri tushunasizlar. Tovarlar almashuvi, sezonniy almashuvlar bo'lyapti. Narik tomonda bitta ko'rsataylik, o'rtoqlar. Bu yerda har doim mahsulot yangilanib turiladi. Yangilanish bo'lmasa, bilasiz o'zingiz. Nasoslar. Glubin nasoslarimiz juda ham bizdagi Romay kompaniyasidagi eng dolzarb va eng yaxshi narsalarimizdan bittasi. Brend desa ham bo'ladi. Glubin nasoslarimiz, Glubini aqlli nasoslarimiz, avtomatika nasoslarimiz. Glubin nasoslarimiz Shimji, Zarb, Polvon, EPA brend asosida. O'rtoqlar, yana bitta narsa bor. Agarda mana shu mahsulotlarni hozir narxini aytmayapmiz, chunki bu yerda mahsulot juda ko'p. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin ko'rsatilgan manzillarda. Agarda har bittasini ustanovka jarayonlari, narxlari, ma'lumotlari qiziq bo'lsa, Romay UZB Instagramdan izlasangiz, rasmiy kanali bor. Bu yerda har bitta mahsulot manziligacha olib borib qo'yilganlarini ma'lumotlari bor. Shunday. Xo'p, bu tomonimiz yana nasoslar. Usta akalarda eng yaxshi ko'rgan joyi, eng sevimli joyi usta akalarda. Hamma narsa bor, hamma brend bor. Bu tomon malyar akalarga,
Bu tomon. Santexnik, Swatchik. Pit asosidagi brendimiz, Polon asosidagi brend mahsulotlarimiz va Epa asosidagi brendimiz. Va undan tashqari, mana ko'rib turishingiz mumkin, bur ustakalarimizga nima kerak bo'lsa, hamma narsa bor bizda. Ustakalarimiz sizda hech qachon xafa chiqarmaganmiz. Bu dargohdan hech qachon xafa qilmaymiz. Har bitta mijozga xafa qilmaymiz biz. Har doim rozi qilib jo'natamiz. Sim, kraska desangiz, hamma narsa bor. Ha, bu do'konda kraska mahsulotlari ham bor. Hamma narsa bor akajonim. Sim, kraskaga oid, pajarniy shlanka deysiz, simlarda turma-turi bilan bor. Bizni dargohga kelgan odamni hech qachon xafa qilmaganmiz. O'rtoqlar, aytganimizdek, to'liq ma'lumot Romay Uzebek Instagram kanalida va o'zini YouTube'da ham kanali bor. Kuzatib borasizlar. Sizga katta rahmat qisqacha ma'lumotlar uchun. Charchamay aka, kelib turing. Xalqimizda vaqtini olmagan holatda biz sizlarga to'liqroq ma'lumotni keyingi videolarda yana berib boramiz. Rahmat.